Bu safar kir moshina haqida eng ko'p uchraydigan savollar haqida. Men o'tgan safargi videoyimda kir moshinadan qanday foydalanishimiz kerak, qanday to'g'ri foydalanishimiz kerak haqidagi videoyim tagida kommentarlar juda ham ko'p bo'ldi va savollar ko'p tushdi va shu narsadan inobatga olib eng ko'p uchragan savollar haqida jonli, ya'ni o'zim gapirib bermoqchiman. Tagida yozib javob berishim, tushuntirishim qiyin, shuning uchun jonli nima qilmoqchiman, tushuntirmoqchiman. Avvalo, ochishga barabarni ko'plab tushunmagan, uni tushuntiraman. Sashishi, hidlanishi haqida, keyin buni to'g'ri turmasligi, ovoz chiqishligi haqida men sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Avvalo, kir moshinani to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Deylik, sakrab ketishini oldini olish uchun yangi bo'ladigan bo'lsa, orqada transportni bolt bo'ladi. Ya'ni u yoqqa bu yoqqa olib borganingizda shu baraban o'ynamasligi uchun, ichidagi narsalar o'ynamasligi uchun qotirilgan narsa bo'ladi. Shu 4 ta boltni olib tashlash kerak joylashdan oldin. Transportning o'zi bolt deyiladi, uni olib tashlash kerak. Keyin masalan, tagiga yetib borishga, tagi nima? Agar oddiy pol bo'ladigan bo'lsa, yog'och pol bo'ladigan bo'lsa, yo polni o'zi sakrashi mumkin. Tagi kafel, beton bo'lishi kerak, tagiga yaxshi joylashish kerak. Keyin bu albatta kir moshinani uruvenga joylash kerak. Ya'ni uruvenda turish kerak. Tekisligi hamma tomonlama to'g'ri bo'lishi kerak. Bu birinchi sharti bu. To'g'ri turish kerak hamma tomonlama. Bu oyog'i regulovka qilinadi va uni to'g'rilanadi, to'g'ri qo'yilishi kerak, joylash kerak. Agar tagi o'ynamaydigan bo'lsa, demak kir moshinasi o'ynamaydi, hech qanday sakramaydi. O'zini spesial rezinkasi bor. Do'konlarga chiqsangiz, bozorlarga chiqsangiz, o'zini qotiriladigan rezinkalari bor. Yopishib qolgan kerak bo'lsa, har xil rezinkalariga bor, uni ham turlar ko'payib ketgan. Rezinkalariga bor, yopishadigan bor, uni ham turi bor. Endi tozalab ketiladigan ochishga baraban degan narsaga keladigan bo'lsak, ko'plarda ochishga barabani yo'q, ko'plab tushunmayapti. Bu savol ham ko'p tushdi. Qanaqa qilib men yuvaman degan savol bo'lyapti. Men sizga tushuntirishga hozir qo'limdagi LG tushuntirishga harakat qilaman, bu qanday qilinishi kerak. Mana hozir sizga tushuntirishga harakat qilaman. Avvalo kir moshinani yoqib olamiz. Hozirga chiqayotgan misol uchun kir mashinalarimizda mana shular qatorida, ya'ni bular qatorida ochishga baraban yozilgan. O'sha ochish barabarga tushirasiz. Ko'plarda bor hozirgi kunda. Agar yo'q bo'lsa, mana qarang. Najat и удержать 3 sekund. Ya'ni yulishini ochishga barabani. Ochishga barabani. Ya'ni ikkita tugmani birdaniga bosib turish orqali biz ochishga barabani hozir o'tiramiz. Buni hozir sizga ko'rsataman mana. Mana ochishga barabani. Endi biz mana sizga hujjat qilamiz. Mana qulandi. Ko'rdingizmi? Bu jarayonni boshlaydi degani. Siz bu yerda anaqani qo'yasiz. O'sha deylik nimani quymoqsiz? O'sha limon kislotami? Limon kislotasini solasiz, tayyorlaysiz. Mana buni o'chiraman. Tushuntirishga harakat qildim. Demak, yo'q bo'ldi deylik, sizda yo'q. Eng yaxshi yo'li xlopka qo'yasiz. Xlopka rejimi eng suvni ham qaynoq qiladi. Xlopka rejimiga qo'yib, limon kislotani solib, bunaqaga limon kislotani solib, o'zini o'zi yuvish, ichiga hech narsa solmaysiz. O'zini o'zi rejimida qilsa bo'ladi, ya'ni xlopkda, ya'ni paxtada o'zini o'zi rejimiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi ko'p uchraydigan savol ovoz chiqishi, shovqin chiqishi, ya'ni barabandan shovqin chiqishi. Avvalo tugmani kiyimni ichida nima qolib ketadigan bo'lsa, kichik mayda detallar qolib ketadigan bo'lsa, tiqilishi mumkin. O'shaning ovozi ham bo'lishi mumkin, tiqilib qolib yaxshi ishlamay qolgan. Keyin ko'proq bunda podshipnik, ya'ni podshipning orqasidagi barabanni aylantirib turadigan podshipnik ketadi. Agar mana qo'lingiz bilan aylantirib ko'ring, yengil aylanadigan bo'lsa, hech qanday ovozsiz aylanadigan bo'lsa, faqatgina ozgina o'zini holatiga, ozgina motorda ovozi ozgina chiqadigan bo'lsa, bu yaxshi degani. Keyin qanaqadir ovoz, qimlatib ko'rganingizda ham ovoz chiqadigan bo'lsa, qanaqadir yomon ovoz chiqadigan bo'lsa, bu amortizator, barabarni ushlab turgan amortizator bo'ladi. Buni albatta usta ko'rsatishingiz kerak, usta ko'rish kerak. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ovoz chiqadigan bo'lsa, baraban bog'cha o'ynaladigan bo'lsa, tekshirish kerak, ochib amortizatorni to'g'rilash kerak bo'ladi. Keyingi savol mashinadan hid chiqishi, kiyimlar hidlanib qolishi haqida ko'p savol bo'ldi. Aslida buni sababi ko'plar ochishga barabanni ishlatmasligi. 2 oyda, uzoq bo'lsa 3 oyda ochishga barabanni ishlatish kerak. Bu bekardan bekarga o'ylab topilmagan ochishga barabani. Ya'ni men o'tgan safar chiqishimda ekonom qilish uchun, tokdan, suvdan ekonom qilish uchun 30-40 ta yuvsa yaxshi dedim. Lekin 2 oyda bir, 3 oyda bir ochishga barabarni qilgan paytingizda suv oxirigacha isiydi, 90 gradusgacha isiydi-da. Bu yerda
ortiqcha o'sha plesin deymizmi, o'sha grip, ya'ni zamburug'larni o'ldirishga yordam beradi. Agar biz 30-40 ta yuvorsak, doim 30-40 ta yutib turaversak, bu yerda zamburug' ko'payadi. Men hozir sizga ko'rsatishga harakat zamburug' nima? Ya'ni plesin nima? Bu o'ziga shunday narsaki, qiziq faktda bu tirik mavjudot. Bu yerda yashaydi zamburug'. Hoziroq siz kir mashinangizni ichini ochib, rezinkangizni ichini og'zarib ko'ring-chi. Tozami yo'qmi? Zamburug' shunday narsaki ko'payib boradi. O'zidan shunaqa bir yomon narsaki, o'zidan hid emas, bu zarar bu. Bolalarga ham, tanamizga o'sha allergiya deymizmi, hamma tomonlama zarar. Zamburug' bu tirik narsa, buni hoziroq rezinkangizni ichini ochib ko'ring. Nega baraban bilan qorlarni ochib ko'ring. Albatta buni tozalash kerak. Siz deylik o'sha barabanda, asli barabanni 2 oyda 3 oyda qilib turdingiz, lekin buni har yuvganingizda quruq latta bilan doim artib, tepalari ham qolmasin, quruq bo'lishi kerak, shunda zamburug' ko'paymaydi. Aynan zamburug' hid beradi. Endi buni yuvish bunaqasi, qanday yuvilish kerak? Men hozir sizga oddiy mana limon kislota, ya'ni hamma do'konlarda bor limon kislota. Limon kislotaning vazifasi bu o'sha tenimiz ichida qiziquvchi element. Tenni ham tozalaydi nakiblardan. Ya'ni nakib deganda suvni haligi xlor deymizmi, oqarib qoladi. O'shalar tozalaydi. Limon kislota. Oddiy pishyovoy soda, ya'ni oddiy ishlatiladigan soda. O'zimizda unaqa uy sharoitida va uksus. Uksusni endi to'g'ri buni ham qo'llanmasini ko'rishingiz kerak, uksusni ham bilishingiz kerak. Uksusni ham kam ishlatish kerak, sababi uksus o'zining salbiy yo'nalari bor. Salbiy tomoni ham bor, lekin ishlatishadi, buni ta'sir qilishadi aslida bor. Keyin do'konga chiqsa tayyorlari bor. Ichida xlor ham bor. Xlor shunday narsaki, buni ichida xlor ham bor. Men sizga tushuntiraman. Oddiy xlorni qilish mumkin emas. Oddiy xlorni ishlatib bo'lmaydi. Lekin bu tayyor, do'konga chiqsangiz, mana cross assisted для стиральных машин. Buning ichida xlor ham bor. Bu aynan gribok uchun, o'sha nakib uchun, tenni tozalash uchun, o'sha zanglashni yo'qotish uchun hammasiga yaraydi. Deylik, siz do'konlarga chiqasiz, unda qimmat ham turmaydi. 3 oyda birmi, 2 oyda birmi ichiga qo'yib qolsangiz, bu yerdan 200 gram quyib turib, o'zingiz yuvish tizimiga qo'ysangiz, mashinangizga umuman kuchlanish kelmaydi. Ya'ni agar siz bu bo'lmasa, sizda bu bo'lmaydigan bo'lsa, uy sharoitida limonni kislota, buni hozir 50 grammligi, aslida achitki barabani qilish uchun 100 gram bo'lishi kerak, 100 gram atrofida bo'ladi, bu 50 gram. Siz hozir 50 gram bo'lsa ham 2 oyda bir qilib turishingiz kerak. Deylik, xohlasangiz bu yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa. Bu yoqqa solib turib, aslida buni solib, ochib turib solasizda, ochib rezimni qo'yasiz. Mana ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Ya'ni deylik, limon kislotani qanday qilamiz? Ichamiz va ichiga solamiz. 50 gram sovurdingiz mana. 50 gram sovurdingiz va yoqamiz. Ochib qo'yamiz. O'zingiz yuvish rejimida o'tdi. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Savollar bo'lsa, nimadan qolib ketgan bo'lsa, albatta kommentga yozing, javob beraman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.